Washington Pochtasi gazetining obzorchisi Josh Rogan 10 fevral kuni mazkur gazetda obzor e'lon qilib, Bayden hukumatining Xitoy siyosatini sharhlagan. Uning ko'rsatishicha, prezident Bayden Xitoyni o'zgartishni emas, uni mag'lub qilishni o'ylaydi ekan. Josh Rogan Bayden Xitoyni o'zgartishni emas, uni mag'lub qilishni o'ylaydi mavzuliq obzorda mundaq degan. Washington va nurg'un kishilarning hayron qolgani Bayden hukumatining asosan sobiq prezident Trumpning yo'lini tutib, Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatini qarshilashish asosida bo'lmasimi, texnik raqobatchi asosida elib berishi bo'ldi. Bu ikki partiya qonun turg'izuvchilarining o'xshamagan darajadagi qo'llashiga erishgan bo'lib, bu Xitoy cho'ng qadam bilan orqaga chekingan sari davomlashadigandak qiladi. Josh Roganning aytishicha, Xitoyni cheklash hozirgi hukumat va partiyalar hal qilgan strategiya bo'lib, bu Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan buyongi tashqi siyosatdagi eng muhim tangshash ekan. U yana ko'p qism Amerika amaldorlarining Xitoy ko'p tarafli xalqaro iqtisodiy sistemaga to'liq qatnashsa, bir kuni bizga texmi o'xshaydi degan xiyolni endi qilmaydiganligini bildirgan. U buning aksicha ularning nishoni hujum ostidagi xalqaro sistemasini mudofaa qilish, Amerika va ittifoqdoshlarining manfaatini qo'g'dash, mustabidlikka qarshi insoniyligimizni tashkil qilgan negizlik qimmat qarshimiz uchun kurashishdir degan.